Hello hammaga. Sizlar bilan Alif do'stlar. Bugungi videomizda karta bizlar. Nima deydi? Aniqchini bundan oldin videoni olamdi. Bundan oldin video qaysi bilmaganlar uchun yana bitta tushuntirib o'taman. Video obunachilarim mega bosslarga qarshi degan video edi. Uni ikkinchi qismida o'sha obunachilarning ikkita obunachini bir-biriga urushtiramiz. Hozir endi o'sha vaziyat sizlar videoga like bosib obuna bo'lib, короче, xohlaganlar obuna bo'lsangiz tezroq Telegram kanalida olib aniqlaymiz. Eng oxirgi obuna bosgan odamni aniqlaymiz. 1999 bo'lsa, bitta odam anaqa obuna bo'lsa, bo'ldi, o'shani aniqlaymiz. Короче, biza o'shanga bo'pti, xo'p. Mana hozir Dravachik degan bola o'shanga 50 ming berib yuboraman deyapti. Bo'ldi, berib yuborsang berib yubordim. Ko'p gapirib o'tirmayman, videoni boshlaymiz. Va biz o'sha yerga ham kirib oldik. Biz endi bu yerda nima qilishni bilmaymiz. Qarang, ne bitta ikkita obunachi bo'ladi. Bu yerni hozir biz obzor qilib chiqamiz. Qarang, bu bayrog'i fonarikli. Birinchi Dravachikka bu bazalari, bunker deyli. Qirolliklari shunaqa mana oddiycha bo'lsa ham normal. O'zlisiga jihozlashadi, keyin urush boshlanadi. Endi bizda ana yerdagi meda zero degan bolalar bor edilar. Ularning bazalarini ko'rsataman. Ularning bazalari mana shu. Bu yerda mana aslahalari, o'zlari yasattirgan aslahalari bor bu yerda. Yana ul qo'yganlar o'zlari. Bu yerda anaqa haykallari, kallalari, chiroqlar qo'yganlar. Sizlar agarda mana shularga o'xshabgan yo'q uchun deyilganmi? Короче, bu yerda agarda undan oldingi videoni ko'rgan bo'lsangiz, bu yerning aniq nimaligini, nima bo'lganini bilasizlar. Aynan o'sha joy ustiga qurilgan. Sizlar buni aniq ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mana Dravachikimiz bizani chik-chikchak. Dravachik qandaysiz? Taassurotlar qanday? YouTube'da kanalingiz nechta bo'ldi? To'xtang, men intervyu olaman. Stop. Va biz u Dravachikdan intervyu olishga keldik. Dravachik, sizning kanalingiz borligi aniq. Men u kanalni bilmayman, nomini aytib, bu obunachisi nechtaligini ayting. Boydan beri shuni so'rayman. Yoningda video ko'rib turibman mana. Gapirur bo'ldi, eshitdim. Men spektorga o'tganman, anaqalarga yaxshiroq ko'rinishi uchun. Siz gapiring, men esa eshitaveray. Xo'p. Mani kanalim. To'xtab turib gapir. Mani kanalim o'zi o'limzibi. Ha. Odamlar aktiv qilmagani uchun 17 ta obuna. Shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Pastda silka yoki kamaytda silka qoldiraman, o'sha kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ana, ha deyishibdi. Ha. Obuna bo'linglar, menga o'xshab. Videoni vergalik qilishni zerikdik odam. Endi biz qachon urush bo'ladi deyapsizlar. Bilib turibmiz. Urushi endi biz bir like bosganingizdan keyin boshlanadi. Shuning uchun
mana shu o'ngli dravachiki bu yoqda Zerosniki bu qal'alari qal'adan qal'aga ham jang bo'ladi. Hali oddiy nima deydi, pastga tushib yugurib ham yurib jang qilinadi. Shunaqa ham bo'ladi. Men bu narsani nima desanglar bu xalaq berishi, bu struktura короче, o'zimizcha ijod qilib qurib tashaganmiz shu bazarni changamiz deydi. Obuna bo'lsanglar bunaqa zo'r videolar chiqib turadi. Dravachik bu yerdan o'tolmasdan sakrayapti. Men esa o'tib ketaveraman. Sizlar oyog'ingizda ko'ryapman dravachik. Hozir qarasam o'sha videoning yarim qismi o'tib ketibdi. Dravachik esa xafa bo'lib turibdi. Bunday bo'lsa, biz videoni boshlashga qaror qildik. Sizlar obuna bo'ldinglarmi, ular komment yozdinglarmi? Endi boshlandi. Va boyaman aytganimdek biz ular endi mega boostlarga mana shu joyda urishadi. Mana bu divanchaga ahamiyat qilmaysizlar. Boy qo'yib ketgan. Va sizlar ungacha boya aytgandek kichkina narsalar qo'ygan bo'lsanglar, men videoni boshladim. Videoga like bosinglar. Bolalar men mutantlarni tayyorlab oldim. Endi ularni survival qilish uchun men sozlamalarga kirib, ularni survival qildim. Va endi sizlar survivalsizlar. Haloyiqim. Haloyiq, siz survivalmisiz? Da survival. Bu yerda dravachik va u survivalmi? Yoki yo'q. Opa. Mexanizmi zo'r ekan. Men qilib qoldim. Saniki shunaqa. Men boshim ko'raman. Hop, sizlar endi mega bosslarga qarshi urushasizlar. Men o'sha hayvonlarni qo'yaman, sizlar tepaga chiqib xohlasanglar avtomatda, xohlasanglar kamonda, xohlasanglar anu sehrgar tayoqchasida otasizlar. Men o'zi o'sha men qo'yish boshlayman. Sizlar hammangiz joyingizga o'tib olinglar tezlash. Avtomat. Ol. Tezlashinglar, bo'la qolinglar. Men o'sha mega bosslarni qo'yaman. Men bu dog'ni xalaqit berar ekan. Bularni ham yechib qo'ysam, endi yog'i cho'kki bo'ladi. Skina ham ko'rinib turadi. Va sizlar like ham bosib turasizlar. Like bosishni unutmanglar. O'sha tayyor bo'lsanglar, biz boshlaymiz. Va biz o'sha mag'lublarni qo'yamiz. Sizlar tayyor bo'lsanglar, bo'ldi. Boshlandi. Birinchi mutantimiz sehrgar. O'ziga otgan bo'ldi. Yonida basharasi bor ekan. Urushasizlarmi yo'qmi? Bir-biringlarni oxirida o'ldirishing shart bo'ladi. Buni ham yo'q qo'yishinglar kerak bo'ladi. Bittasini yo'q qilinglar, endi ikkinchisi.
ochiq har anaqasida o'sha bo'yi o'syapti. O'ldimi? O'ldi. Mana endi sizlar mana bu mag'lubni yo'q qilishingiz kerak. Basharasi chiroyli ekan. Qo'lini ko'taryapsan. Urmayaptimi? Nima kuchlayapti deb o'yladim. Buni bo'linglar va videoga like bosinglar. Shunchalik bu yoqqa chiqlaring qaytdi, tushib ketdi pastga. Voy, charchatib qo'ydilaringni. Olmos bor ekan. Avon. Va maxluq. Nima qilyapti? Keyingisi esa buni yetdilar. Oddiy narsalar tushyapti. Olmaydi ur. Qilishni urib ko'rlaring. Qilish turlaring, qilishni qizura bo'lish uchun qilish turlaring. Qilish dedi-da. Siyotgan-ku.